quloqlar qonunlarni ishlatuvchi faol vositachi shaxslar, ya'ni huquqbuzarliklar haqida xabar beradigan, o'z vaqtida bularga chora ko'rishni so'raydigan fuqarolar qonunlarni ishlash mexanizmini amalga oshiradi. Qonunchilikka ko'ra, QR kodli chek bermagan, yo'l harakati qoidalarini buzgan, ko'chaga axlat uloqtirgan va boshqa huquqbuzarlikni sodir qilgan yuridik va jismoniy shaxslar qonun bo'yicha javobgarlikka tortilishi belgilangan. Soliqchilar, ichki ishlar va boshqa huquq-tartibot organlari barcha huquqbuzarliklarni aniqlash imkoniyatiga ega emas. Barcha uchun va hamma joyda qonunlarni birdek ishlashini ta'minlash uchun huquqbuzarliklar haqida xabar beruvchi fuqarolarni rag'batlantirish kerak bo'ladi va ularning yordami bilan huquq-tartibot organlari ko'rmay qolgan, aniqlay olmay qolgan huquqbuzarliklarga tezkor chora ko'riladi. Bu qanchalik xunuk eshitilmasin, quloqlarni borligi qonun ustuvorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.